Laylatul Qadr haqida. Albatta biz uni, ya'ni Qur'onni Qadr kechasida tushirdik. Qadr kechasi qandoq narsa ekanini senga kim bildirur? Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. Unda farishtalar va ruh Robbilari izni ila barcha ishlar bilan tushurlar. U to tonggacha salom, tinchlik bo'lib turur degan. Sura-i Karimaning nomi ham birinchi oyatdagi Qadr kalimasidan olingan. To'g'rirog'i Laylatul Qadrdan olingan. Bu muborak kecha ikki xil ma'noda Qadr deb ataladi. Birinchisi Qadr, ya'ni qadri ulug'. Ikkinchisi Qadar, ya'ni bandalarning qadarini belgilashdir. Chunki Laylatul Qadr kechasi qadri ulug' kechadir. Laylatul Qadr kechasida bandalarning bir yillik qadarlari, taqdirlari belgilanadi va sura-i Karima boshidan oxirigacha muborak Laylatul Qadr kechasiga bag'ishlangandir. Chunki xuddi shu kechada Qur'oni Karim nozil etila boshlangan. Bu bayram qalbni poklash, vijdonni sayqallash imkoni bor. Allohga yaqinlik hosil qilish uchun ham bu kechada bedor bo'lib, uxlamasdan ibodat qilinadi. Qadr surasida Alloh taolo musulmonlarga o'zi bergan ulkan ne'mat, ularni zulmatdan nurga olib chiqqan Qur'oni Karimni nozil qilganini eslatishi bejiz emas. Bismillahirrohmanirrohim. Albatta biz u Qur'onni Qadr kechasida tushirdik. Bu oyat-i karimada zikr qilinayotgan Qur'oni Karimning tushirilishi Lavhul Mahfuzdan bu dunyo osmoniga tushirilishidir. Bu ma'no Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Ana o'sha hodisa Laylatul Qadr kechasida sodir bo'lganini ushbu oyat-i karima ochiq oydin aytib turibdi.